Ramazon oyi 2026-yil 19-fevraldan boshlanadi. 2026-yil uchun diniy bayramlar taqvimi tasdiqlandi. Unda Ramazon, Qadr kechasi, Hayit va Qurbon hayiti kunlari aks etgan. Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining shariat va fatvo bo'limi 2026-yil uchun diniy sana va bayramlar taqvimini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilda muhim diniy kunlar quyidagicha belgilandi. Ramazon oyi 2026-yil 19-fevralda boshlanadi. Qadr kechasi 16-martdan 17-martga o'tar kechasi nishonlanadi. Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri keladi. Qurbon hayitining birinchi kuni 27-may, bayram 29-maygacha davom etadi. Ta'kidlanishicha, hijriy taqvim bo'yicha oilaning boshlanish sanasining aniq astronomik hisob-kitoblar va xalqaro ilmiy markazlar ma'lumotlari asosida belgilangan. Bu esa diniy sanalarning aniq va yagona tarzda belgilanishini ta'minlaydi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda odatda Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir xil kunda diniy bayramlar nishonlanadi.